Hammaga assalomu alaykum. Bizda problema bo'ldi. Yana ertamanda kelsam mana ekranga nedavno datchikni almashtirgandik, balandlikni datchigini, visatanikini. Bu yana ish bermadi. Nariga boshqa krandagini olib qo'yishgandi, eski datchikni. Hozir mana sizlarga bu nima uchun qayerdan bilishligimizni hozir men sizlarga ko'rsataman. Hozir nastroyka rejimda ishlab turibman. Bu yerda plombasi bo'ladi buni orqasida. U plombasini yechsangiz nastroyka rejimga kiradi bu yerga. Elektriklarning ruxsati bilan albatta. Endi buni bizda hozir mana ko'rsataman. Qanday holatda bilishimiz mumkin? Datchikda ish bermayotganini. Tak. Mayna berganmiz mana. Mana. Kruk verxu degan yozuv bor bu yerda. Va mana hozir visatada balandlikda hech qanday o'zgarish bo'lmayapti, ko'ryapsizlar? Shundan bilishimiz mumkin. Kelishadi, endi elektriklarga telefon qildik, datchikni almashtirishadi, yana inshaalloh o'z holatda davom ettirishimiz mumkin ish jarayonlarimizni. Hammaga xayrli kun.